Assalomu alaykum hurmatli abituriyentlar. Ushbu video orqali siz Termiz davlat universitetining qo'shma ta'lim dasturlariga qanaqa tartibda ariza jo'natishni o'rganib olasiz. Birinchidan join.tersu.uz platformasiga kirishimiz kerak bo'ladi. Va bu platformaga kirganimizdan keyin saytda siz o'zingizga qulay tilni tanlash imkoniyatingiz bor va barcha kerakli ma'lumotlarni siz saytda birinchi sahifasidan ko'rishingiz mumkin. Va ro'yxatdan o'tish tugmasini bosganimizdan keyin bizga pochta manzili kerak bo'ladi. Pochta manzilini kiritib, ro'yxatdan o'tish tugmasini bosamiz. Bosganimizdan keyin sizning pochta manzilingizga xabar keladi. O'sha xabar koddan iborat bo'ladi. Ushbu kodni olish uchun siz o'zingizning pochtangizga kirasiz va spam papkasini ochib tekshirishingizni tavsiya qilamiz, chunki ba'zi holatlarda spam papkasiga tushib qolish holatlari mavjud. Agar o'zingizga kiruvchi xatlarga kelgan bo'lsa, ushbu silka ya'ni havola orqali o'tib siz parol o'rnatishingiz kerak bo'ladi. Parol o'rnatilganidan keyin parolni o'rnatish tugmasini bosasiz va siz platformaga foydalanuvchi sifatida kirasiz. Kirganingizdan keyin sizning shaxsiy ma'lumotlaringizni platformaga kiritish kerak bo'ladi. Familiya, ism va qolgan ma'lumotlarni kiritgandan keyin o'zgarishlarni saqlash tugmasini bosasiz. Va tepada ko'rib turishingiz mumkin, dasturlar degan sahifa mavjud. Shu dasturlar degan sahifaga bossangiz barcha hozir mavjud qo'shma ta'lim dasturlarini ro'yxati chiqadi. Barcha ma'lumotlari kiritilgan va siz o'zingizga mos keladigan yo'nalishni tanlashingiz mumkin. Barcha kerakli ma'lumotlarni shu sahifadan olasiz va batafsil degan joyiga bosganingizda ariza topshirish degan tugmasi chiqadi. Ariza topshirish tugmasini bossangiz, siz o'zingizning darajangizda va fuqaroligingizni tanlashingiz kerak. Keyingi sahifaga o'tganingizda, ushbu sahifada siz o'zingizni shaxsni tasdiqlovchi hujjatga asoslanib ma'lumotlarni kiritishingiz kerak. Bu yerda pasport raqami, pasport amal qilish muddati va JSHIR raqamini kiritishingiz kerak bo'ladi. Eslatib o'tamiz, JSHIR raqami bu pasportdagi 14 ta raqam hisoblanadi. Sizni shaxsingizni tasdiqlovchi 14 ta raqam. Keyin siz yana familiyangizni va ismingizni pasportga asoslanib kiritishingiz talab qilinadi. Va albatta yana bir marta tug'ilgan sanangizni kiritasiz. Jins tanlanadi va hozirda sizni ishlab turgan telefon raqamingizni kiritish kerak bo'ladi. Keyinchalik bog'lanish uchun bu bizga juda kerak. Manzilni qisqa yozish imkoniyati mavjud, lekin tavsiya etiladi to'liq manzilni yozishingiz. Barcha shaxsiy ma'lumotlar kiritilganidan so'ng sahifani pastki qismida siz agar magistraturaga topshirayotgan bo'lsangiz, oldingi o'qigan ma'lumotlaringizni kiritishingiz kerak bo'ladi, ya'ni bakalavr darajangizni. Bu yerda siz bitirgan oliy ta'lim muassasasini nomini to'liq kiritishingiz kerak. Agar siz Termiz davlat universitetini bitiruvchisi bo'lib turib magistraturaga topshirmoqchi bo'lsangiz, Termiz davlat universiteti deb yozishingiz talab qilinadi. Albatta fakultet ma'lumotlarini ham to'liq kiritish kerak. Mutaxassisligingizni diplomga asoslanib kiritasiz. O'rtacha ballingiz diplom ilovasida mavjud, uni ham kiritishingiz kerak va bitirgan yilingizda kiritish kerak bo'ladi. Hujjatlarga o'tish qismiga tugmasiga bossangiz, ushbu qo'shma ta'lim dasturiga talab etiladigan hujjatlar sahifasiga o'tasiz va sertifikat diplom deb yozilgan joyda diplomingizni, bakalavr diplomingizni yuklashingiz kerak bo'ladi. Undan keyin sizdan transkript degan hujjat
so'raladi. Bu hujjatga siz diplom ilovangizni kiritishingiz kerak bo'ladi. Bakalavr ma'lumotlari kiritganingizdan keyin siz o'zingizni pasportingizni kiritishingiz kerak. Bu qizil pasport bo'lishi kerak emas. Oddiy ID karta bo'lsa ham bo'laveradi. Va rasmingizni yuklaysiz. Ixtiyoriy hujjatlar qismida albatta til sertifikatini yuklashingiz kerak. Barcha hujjatlar yuklanganidan keyin sizga qaysi yo'nalishlarga mosligingiz platforma orqali ko'rinadi va ko'rib chiqish tugmasini bosganingizda siz o'zingizni ma'lumotlaringizni yana bir tekshirib, agar mabodo qayerda noto'g'ri ma'lumot ketgan bo'lsa, ma'lumotlarni tahrirlash tugmasini bosib tahrirlasangiz bo'ladi. Agar hammasi to'g'ri bo'lsa, galochka qo'yilib arizani yuborish tugmasini bosasiz va sizning arizangiz platformaga yuklanadi. Hammaga rahmat.